Oyimlarni gazlarini vichkasini tozalab oqartirib yuvamiz va ketidan oyog'imizni maza qilib kuydirib olamiz degan video. Marketing qurboni bo'ldim, sizdan ko'rib Bavini oldim, lekin umuman foydasi bo'lmadi deydiganlar uchun aynan shu oyimni vichkalarini chirkini Bavi super очистительda tozalab oqartirib yuvib olamiz. Shunchaki ayamasdan ko'proq solib, qaynab turgan suvdan foydalansak, har bitta chirkni tozalab yuvib beradi. Bavini bemalol ishlatsanglar bo'ladi, allergiya bermaydi, bezarar. Bavi super очистительni bemalol bolajonlarning kiyimiga ham ishlatsanglar bo'ladi. Men o'zim ikkita to'polonchi o'g'lim bor, oppoq kiyim kiydirdim degunimcha 1 soatdan keyin nimadir dog' bo'ladi. Sirazi Bavida oqartirib yuvib olaman, umuman asabiylashib o'tirmayman. Aynan hozirgi relsimda 3 ta narsani tozalab Bavidan foydalangan holda yuvdim. Birinchisi ko'rib turganingizday chirk bosib ketgan vichka, ikkinchisi bo'lsa shunaqa dog'-dog' bo'lib ketgan listlar, uchinchisi bo'lsa oyimni qorayib ketgan termizlarni top-toza qilib yengidek qilib oyog'imga keladigan bo'lsak, aynan shu listga shunaqa chaqatib turgan joyimda qo'lim bitta urilib oyog'imga suv to'kilib ketsa bo'ladimi? Maza qilib oladigan joyi bo'ldi. No mayli, chiqsiyo, lekin do-posle rezultat zo'r bo'ldi. Oyimni ham vichkalari oppoq bo'lgani uchun meni duo qildilar. Men bo'lsa Bavida osongina tez tozalab yuvib berdim. Marketing qurboni bo'ldim. Bavi menga umuman ta'sir qilmadi, foydasi bo'lmadi deydiganlar men umuman tushunmayman. Sababi nima yuvgan bo'lsam, shu kungacha Bavi hammasini toza qilib yuvib berdi.